Menga jang beringlar deb dedim. Mana bu safar telefon sotiladi desa, butun mana idish tovoq ham sotiladi shekilli bundan bag'iga. Qozon desani, qozon. Mana bunaqa nima derdi buni? Men mashinalarga kolonkalar kelgan, Kenwood kolonkalar. Xolislar pioneri kelgan. Nima deydi? Soqol uchun. Assortimentda juda ham ko'p kelgan. Mana bunaqa skelet rasmi bori ham kelgan. 1900 rubldan. Qarang, juda ham arzon narxda. Buni qaranglar. Videoga e'tibor berib qo'yasizlar. Indikatorlari bilan polni ko'rsatib turadi. Mana bu narsani soqol qo'ygan odamlar juda yaxshi biladi. Soqolni tarog'i bo'ladi. Shu fen bilan qizdirib turib tekislaydi. Mana bu tifallar 5-600 rubldan bemalol olib ketsanglar bo'laveradi. Men bu yoq sokovich malka, fruktalarga bemalol bu 3 v 1 bo'lsa kerak. Go'shtdan tortib hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Yana nima kerak? Yaqinda bank yopishlar ham boshlanib ketadimi yo endi o'zi anaqa qilib bo'lindimi? Uni rossiyskiy bank yopadigan olib kel deyishadi-ku, qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar. Bemalol kelaverasizlar, rossiyskiylari bor.